Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulina seyyidil mursalin. Ve imamil muttaqin ve qaidil mujahidin. Ve ala alihi ve ashabihi aleyhim ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz, muhterem qarindoshlar, biz musulmonlarning chiqish yo'li nada degan temada dars so'zlab kelgan edik. Bu darsning 4-qismisi musulmonlarga qandoq kishilar yetakchi bo'la oladi, yetakchilar qandoq kishilar degan bu haqda to'xtalmoqchi. Chunki oldingi darsimizda jamoatning ahamiyati, muhimligi, jamoatsiz inson hayotida baxtlik, xushal, kuchlik, umidlari vujudga chiqqan holatida yaşayanmağandın sit Allah subhanahu wa ta'ala razı bo'lgudek haqiqi la ilaha illallah'ның ahlidin bulup yaşayanmaydiganlığı haqqida ham to'xtalgan edik. Mana bu haqda Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu'ның la islama bi g'ayri jamaa ve la cemaate bi gayri imam ve la imame bi gayri ita'a. Ömer radıyallahu anh kesip cemaatsiz İslam bulmaydı dedi. Demek Müslümanlar cemaatsiz yaşasa, yalğız, yekke, öz beşinçe, hemmisi öz aldığı müstakil halette yaşasa, onun İslam'ının mükemmel bulmaydıganlığını, onun da İslam kamil tepilmaydıganlığını bu yerde bayan kıldı. Ama cemaat buluş için ne mi buluş gerek? O cemaatini yetekleydigan, o cemaatini idare kılıdigan, o cemaatini başkurudigan, o cemaatini yol kökstüp mağıdigan bir yetakchi rahbar bo'lishi kerak. Oila bo'lish uchun oila boshlig'i bo'lish, davlat bo'lish uchun davlatni yetaklaydigan yetakchi bo'lish, musulmonlarning inoq ittifoq bo'lishi uchun cho'qim o musulmonlarga yetaklaydigan bir yetakchi, yo'l boshlaydigan yo'lboshchi bo'lishi bu haqiqatan zarur bir ish. Bu cemaat mayli bugünkü kundagi atalg'ida tashkilot deb atalsin, partiya deb atalsin, yo guruh deb atalsin, yoki birlik deb atalsin, qaysi atalg'ida bo'lsin, cho'qim musulmonlar bir guruh bo'lib, to'p bo'lib, to'plam bo'lib yashashi ham ibodat nuqtasidan, ham din nuqtasidan, ham hayatta insan bulup yaşaş noktasının bulsun hemminden mühim. Bu yetakçilerini İslam qandoq kishilarni bizga yetakchi bo'la oladi deb ko'rsatdi. Mana bu haqda Allah subhanahu wa ta'alaning ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha ve ati'ur rasula ve ulil amri minkum degan so'zidan topamiz. Allah bu haqda la ilaha illallah degan har bir mu'min musulmonni, men musulmon, men mu'min degan har bir kishini chaqirib turib bir buyruq berdi. O buyruq Allah'a bo'ysuninglar. Allah'a bo'ysuninglar. Allah'a bo'ysunish
Allah subhanahu va taolo tushirgan Qur'oni Karimga bo'ysunish bilan bo'ladi. Rasulullahga bo'ysuninglar. Rasulullahga bo'ysunish, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayot vaqtida o'zining so'zi, o'zining amaliy hayoti, o'zining yaşagan yaşaşları bilen bizge yaşaşları bilen buludu. Bunu bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e boysununla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ketkendim kim Müslümanlarga Allah'a ve Peygamberge boysunuş Kur'an ve hadis'e ergişilen buludu biraderler. Kur'an hadisinin yolunu çiğ tutuşulan buludu. Kur'an hadisinin yoluga müstehkem esilişulan buludu. Ve ulul emri minkum sili Müslümanların içidin bolgan, Müslüman bolmagan, İslam'ını kabul kılmagan, sili Müslümanlar özenlerinin yetekçilik kılış ve başkuruş, özənlərinin hayatidagi işlərinlərə igi bulalaydı deb e'tirof qilgan kishilardan sirt bo'lganlarga emas, faqat sizlarning ichinglardan buyruq egalariga itoat qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo bu yerda bizga buyruq qildi. Mana bu ulul amri, musulmonlar ulul amriga itoat qilish kerak. Buyruq egalariga. Bu hakta imalar nima deydi? İmam-ı Nevavi ve müfessirler ulul emrini humul ulema'u ve ru'asa'u ve vucuhun nas deb bayan qiladi. Bular olimlar. Allah itoat qilinglar, atrofiga yig'ilinglar, uning bilan birlik hosil qilinglar, bir kuch bo'linglar deb buyruq qilgan yolbaşçılar, ular alimlar. Emir ümeralar, siyasi cihetten yetaklaydigan emir ümeralar ve vucuhun nas, kişilerin içindeki yüzlük, cemiyette oyunu ba, imtiyazı ba, cemiyet ilgili kişiler onun sözünü anlaydigan, etrafını toplaşıdığan, cemiyette onun eğirliği ba, mana bu kişiler ulul emri deb Allah subhanahu ve taola'nın bu sözünü tefsir kılgan. Nima için ulemalar ve yüzlük, cemiyetteki yüzlük kişiler bula ulul emri degenge li'annal emre yentezimu bihim ve yetba'uhum sairun nas. Çünkü ulemalar arkalık. Yetekçi, siyasi, rehberli arkalık Müslümanların işi sistemleşidir, intizamleşidir ve ularga başka kişiler erişidir deb bayan kıldı. Demek onun sebebi bir cemiyette çokum o cemiyetin adamları ölümalarının keyni gelişi ve o cemiyette yeteklep mangan siyasi yetekçilerinin, siyasi rehberlerinin, siyasi yol başçılarının keyniga erişi bu dünyanın kanuniydi buraderler. Cemaat buluş degan gap. Adamlar bir yerga yig'ilish, bir yerga to'plashish ve bir maqsad, bir muddao aslida o'rtaq bir nishonga qarab minish. Buni shu maqsad, shu muddao uchun kim yig'alaydi, kim birlikka keltira oladi desa, kishilar ishonchi qilgan ulamolar va raislar. Şeyhül İslam İbn Teymiyye'mi ulul emrini ennehum ashabul emri ve zavuh degan. Bular buyruk kılalaydiganlar ve buyruk kilish huquqiga ega kishilar degan. Mana bunun da kim buyruk kılalaydi? Cemiyette kishilar itiraf qilgan iqtidori bala, qobiliyati bala, ilm egalari. Bular yetaklayoladi. Çünkü faiza salahu salahan nas ve iza fasadu fasadan nas. Bir cemiyetning yetaklanishi,
to'g'ri yo'l tepishi, bir to'plamning haqiqiy haq yo'lda menishi ikki turdagi kishilarga muhtoj. Biri o jamiyatni ma'naviy jihatdan yetaklab mangadigan, ikkinchisi o jamiyatni siyosiy jihatdan va kuch jihatdan yetaklab mangadigan, qo'g'dab mangadigan mana bu ishga ulamolar va amirlar, yetakchilarga muhtoj. Mana bular to'g'ri yo'lda topib manganda, haq yo'lga ergashganda va bular o'ng'ishalganda butun jamiyatlar o'ng'ishiladi deb Shayxul Islom Ibn Taymiyo rahimahulloh buni bayon qilgan. Ulusi degan mufassir bu oyatni nurg'un mufassirlar om ishlatdi deydi. لأن الأمراء تدبير أمر الجيش والقتال وللعلماء حفظ الشريعة وما يجوز مما لا يجوز. Bu ulul emrler, iş ilgileri, Müslümanlar erişidiğen yetekçiler, birinci emirler. Ola askeri işler, harbi işler, uruş münasebetlik işlerini ula bölüdü, ula yetekleyelaydı, ula kumandanlık kılalaydı, ula şu işini baş kuralaydı. Şunun için emir ümeralar harbi işlerde, askeri işlerde ulul emri. Alimlar şeriattan nima to'g'ri, nima xato, nima qilsa bo'ladi, nima qilishga bo'lmaydi, nima halol, nima harom. Mana bu jihatdan iqtidorlik, qobiliyatlik va bu sohada yetishib chiqqan bo'g'achqa mana bu kishilarni ilmiy tarafdan yetaklaydi. Emir umaralar siyosiy tarafdan yetaklaydi. Yetaklaganlik uchun ulul emrilar mana bu kishilar degan. To'g'ri. Bir to'plamning ishlari bir necha xil birodarlar. Bir jamiyatning Alloh subhanahu va taolo yetaklash qobiliyatini o jamiyatdagi ma'lum bir shaxsga yo bir tal insonga bergan emas. Cemiyetning ishlari har turli, iqtisodiy tarafi bo'ladi, siyosiy tarafi bo'ladi, ijtimoiy tarafi bo'ladi, ilmiy tarafi bo'ladi. Har taraflar bo'ladi. Mana bu har taraflardan betal kishilar yetishib chiqqan bo'ladi. Ular shu ishda iqtisodiy jihatda iqtisodni qanday yuksaltiramiz, qanday taraqqiy qildiramiz, iqtisod masalalarga qanday yetakligini bo'ladi. Bu tarafdan yetishgan, pishqan, tajribaga ega haqiqatan kishilar mana bu sohada necha yil bo'ldi tijorat qilib pishib yetilgan deb insonlar ishonch qila oladigan bir kishi bo'ladi. Ilmiy jihatdan bir musulmonlarga diniy jihatdan yetakchilik qilib, fikri pishqan, tajribasi mo'l, necha yil shu diniy xizmat bilan shug'ullangan, musulmonlar uni e'tirof qilgan, tunigan musulmonlar jamiyat uning haqiqatan yetaklash qobiliyati borligiga qo'l qo'ygan mana bu shundoq ulamolar bo'ladi. Siyosiy jihatdan 10-20 yillik bo'yon chapqunlarni beshidan o'tkazgan, tajribaga ega bo'lgan, nurg'ulg'an siyosiy ishlarda pishib yetilgan siyosiylar bo'ladi. Mana bular har bir sohada yetishib chiqqan, pishqan musulmonlar shularga ergashsa, shularning keyniga kirsa, shularni e'tirof qilsa, shularning izidan mangsa, yo shularning atrofiga to'plashsa, bo'ladigan bunda bir kishilar bo'ladi birodarlar. Mana bular musulmonlarga shu sohada, shu tarafda yetakchi bo'lishga va shu taraflarda musulmonlarning yo'lini ko'rsatib berishga mana bular haqli. Bular musulmonlarning amirlari, musulmonlarning imomlari bo'la oladi bular. Demak, musulmonlar kim men yetakchi, men rahbar da'vo qilsa, uning keyniga ergashib emaslik lozim.
Müslümanların yetişide yetekçi buluş için, yol ko'rsatuvchi bo'lish uchun musulmonlar haqiqatan uning atrofiga to'plashadigan bir kishi bo'lish uchun ular ilmiy jihatdan necha yil shu ilm bilan shug'ullangan, musulmonlarga diniy jihatdan din o'rgatgan, din bilan tarbiyalagan, diniy jihatdan yetilgan o musulmonlar bilan hamma vaqtda birdek bo'lgan, bir jasadga aylangan, bir tanga aylangan, bunda bo'lgan vaqtida siyosiy jihatdan pishqan, tajribaga ega bo'lgan, yetilgan, musulmonlarning ishonchisiga erishgan nurg'un qiyinchiliklarni bal qo'yatmasdan biz o'tab mangan mana shunday kishilar biz musulmonlarning yetakchilari birodarlar. Biz musulmonlarga rahbar bo'la olmaydi. Ama hamma sahada nima lazım? İlim lazım. Her bir sahada, siyasi sahada yetaklash uchun cho'qim siyasi sahadagi ilimlarni to'liq olgan, musulmonlar uni olgan qobiliyatiga e'tirof qilgan, ishonch qilgan, ilmiy jihatdan shu sohada yetishgan, shu sohada pishgan, iqtisodiy jihatdan shu sohaning ilmlarini olgan va u jihatdan pishgan, shu xil tajribaga haqiqatan ega bo'lgan mana shundoq kishilar musulmonlarning yetakchilari birodarlar. Yo'lboshchilari, shular musulmonlarga yetakchilik qila oladi. Qachon musulmonlar tajribaga ega bo'lmagan, fikriy jihatdan pishmagan, yetilmagan, umumiy musulmonlar uningga ishonch qilolmaydigan, umumiy musulmonlar o'zining ishlarini uningga topshirolmaydigan mundaq kishilar bo'lib qolsa, uningga ergashgan vaqtda, uning keyniga kirgan vaqtda, uning atrofiga to'plangan vaqtda musulmonlar qanday qiladi? Ziyon tortadi birodarlar. Musulmonlar ziyon tortadi. Musulmonlar nijotlikka erishmaydi. Şuna Allah subhanahu wa ta'ala mana bu yerda va ulul amri minkum degan oyat bilan biz musulmonlarga kimlarga bo'ysunishga, kimlarning atrofiga to'plashishga, kimlarni o'zimizning yetakchisi qilishga Allah bizni buyurdi. Bu sohada ham bizni tashlab qo'ymadi birodarlar. Biz o'zimizning jamiyatiga qarasak, bizga kimlarning yetakchi bo'la oladiganligini biz bila olamiz. To'g'ri, inson kamchilikdan xoli emas, yetersizlikdan xoli emas. Har qanday kishi uning nurg'un kamchiligi bo'ladi, xatoligi bo'ladi, aybi bo'ladi, qusuri bo'ladi. Ammo u shu kamchilikni, shu xatolikni, shu qusurini tuzitishga bo'lganda samimiy nasihat bilan nasihat qilib, o'ngshashqa, isloh qilishqa buyurilgan chog'ida u men buni o'ngshay, isloh qilay, yomon bu jihatdan xatolashib ketibdimi deb e'tirof qiladigan bu xil samimiyat bo'lsa, musulmonlar ularni o'ziga yetakchi qilishi lozim bo'ladi. Ama bu sohaga hammadan loyiqmi? Loyiq emas. Buningga hamma kishi loyiq emas. Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Mana bu so'zi bilan javob berdi. Biz o musulmonlarning ichidan imomlarni chiqardik deydi Allah. İmamlarni yetishtirdik biz. Ularning vazifasi nima? To'g'ri yo'lga yetaklaydigan, haqqa yetaklaydigan, musulmonlarni manfaatlik ishlarga yetaklaydigan, xayim xatar ziyonlardan saqlaydigan, dunyo va oxiratlik abadiy baxtga yetaklaydigan mana bunday vazifasi ular. Birodarlar, ular to'g'rini musulmonlarga ko'rsatmaydiganlar ular. Haqni musulmonlarga ko'rsatmaydiganlar ular. Va haqqa yetaklabmaydiganlar ular. Qanday chaqda iymon bo'libdi? Lamma sabaru. Ular bu yo'ldagi kelgan jafoliga,
bu yo'lda kelgan aziyatliga, bu yo'lda kelgan musibatliga, qiyinchiliklarga, har turli qiyin xatarlarga bosh egmay mustahkam turgan, keyniga chekinmay izchil davomlashmangan, yolg'iz qolgandimi mangan, qo'llagandimi mangan, kishilar atrofiga kelgandimi mangan, toshayotgandimi mangan, har turli qiyin xatarlar oldiga kelsa ham bu yo'ldan umidini yo'qotmay mangan, sinovdan o'tgan, sabr qilgan kishilar. Va kanu bi ayatina yuqinun. Allah deydi, bu haq yo'lga ishonchi qilgan, ishonchisini yo'qotmagan, haqning g'alaba qiladiganligiga, to'g'rining g'alaba qiladiganligiga, musulmonlarning ishining g'alaba qilganligiga, bu da'voning cho'qim bir kunisi oyog'iga chiqadiganligiga, bu da'vo ahlining hamını bir kuni maqsadlarga yetadiganligiga ishonchi qilgan mana bu kishilarni biz yetakchi qildik deb Alloh subhanahu va taolo bu yerda bizga bayon qilib berdi. Demak, bu yetakchilar musulmonlarning beshiga kun kelgan chaqda oqiga yushinib oladigan, musulmonlar bilan birga bo'lmaydigan, yo ularning ichida musulmonlarning hodisalariga, musulmonlarning musibatlariga tang o'rtoqlashmaydigan, bir yoqiga chiqib turib oladigan bunday kishilar musulmonlarning yetakchisi bo'lolmaydi. Musulmonlarning yo'lboshchi bo'lolmaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyat bilan pishib yetilgan, tajribaga ega bo'lgan, har qanday sinoqlarga bardashlik beradigan va o'zining yo'lgan, mangan yo'liga ishonchisi haqiqiy mustahkam bo'lgan, bu da'voda o'zining ishonchisini yo'qotmagan mana bu kishilar musulmonlarning imomlari, musulmonlarning yetakchilari deb Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qilib berdi, birodarlar. Biz mana shunday kishilarga ergishishimiz lozim. Shunday kishilarni e'tirof qilishimiz lozim. Biz o'zimizning jamiyatida hayotini islomga atgan ulmolarini, da'vatchilarini va o'zini islom uchun bag'ishlagan va shu yo'lda necha sinoqlardan o'tgan kishilarning qadrini bilmadik, izzatini qilmadik, ularning gap so'zini anglamadik, ularning atrofiga uyushmadik, ularni bir rahbar o'rnida ko'rmadik. Ular bilan bog'lanta munosabat o'rnatmadik, birodarlar. Natijada biz doim yo'lga endi kirgan, texi sinoqdan o'tmagan kishilarning peshini tutdik va ularning keynidan mangdik. Natijada biz bu yo'lda ziyon tortdik, birodarlar. Mana bu musulmonlarga yetakchi bo'lganlarning shartlari, birinchi shart ilm shart. Qaysi sohada bo'lsin, iqtisodiy sohada bo'lsin, ilmiy sohada bo'lsin, siyosiy sohada bo'lsin, har qanday bir sohada bo'lsin, cho'qim bular ilm bo'lishi shart. Ikkinchisi taqvo bo'lgan bo'lishi shart. Uchinchisi fikri pishib yetilgan, tajribasi ko'p, nurg'un tajribalarni olgan bo'lishi shart. To'rtinchisi insonlar ularga ishonch qiladigan, ularga tayinadigan, keynidan mangadigan, gapini anglaydigan, mana bu shunday bo'lgan bo'lishi kerak va har turli sinoqlardan sog' salomat o'tgan bo'lish lozim. Mana bunday kishilar biz musulmonlarning yetakchilari, biz musulmonlarning rahbarlari. Ammo yetakchilarning vazifasi nima? Payg'ambar alayhisolatu vasallam ma min amirin yali amral muslimin summa lam yajhad lahum va yansah illa lam yadkhul ma'ahumul jannah deb Ravohi Ahmad, Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda musulmonlarning ishlariga ega bo'lgan, andin o musulmonlar uchun butun vujudi bilan tirishmagan, ularga samimiy kuyinmagan, ular uchun ko'ngil bilmagan, ularga g'amini yemagan, ularni o'zining jonidan, o'zining molidan, o'zining qonidan, o'zidan muhim holatda ko'rmagan kishilar bo'lsa musulmonlarga amir bo'lib, ularning pulisini xajdigili, ularning hurmatlariga erishgili, ya musulmonlarning orasida yashab yaxshi kun kechirgili amir bo'lib olgan bo'lsa, o musulmonlar bilan payg'ambar alayhisalom deydi, jannatga birga kirmaydi unday kishi degan. Jannatga birga kirmaydi dedi. Chunki u xiyonat qildi.
O Müslümanlara saxtılık kıldı. Müslümanlarını aldı. Müslümanların ulağı boğan işkencesinden menfaatlendi o da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bu yerde bizge bayan kıldı burada. Ama ana şundak kişilerge Müslümanların hakkını mı? Hakkı Peygamber aleyhissalatu vesselam alel mer'i es-sem'u ve ta'a fîmâ ahabba ve keriha fil menşiti vel mekrehi mâ lem yu'mer bi ma'asiyetillah. Muttefakun aleyh. İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet kılan hadiste insan yaxşı körsün, yaman körsün, köngli tadıdığan iş bolsun, yoki köngli tatmaydigan iş bolsun, qiyin iş bolsun, oson iş bolsun, qandaq iş bo'lib ketishdan qat'iy nazar xato ish bo'lmay qolsa, Allohga osiylik qiladigan ish bo'lmay qolsa, musulmonlarning yetakchilariga itoat qilishi, ularning gapini anglashi, buyruqni ijro qilishi, topshirgan vazifasini o'rindishi musulmonlarning ustiga vojib deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni bayon qilgan. Demak, tashkilot rahbarlarining, jamoat arboblarining, jamiyatdagi nufuzli kishilarning, musulmonlarga ega bo'layotgan kishilarning, uning ostidagi kishilarning ustidagi haqqi ana u kishilar yetakchilarga samimiy bo'lishi lozim. Yetakchilarga haqiqiy ko'rinishi lozim. Yetakchilarni o'zining jonini qo'g'diganda qo'g'dishi lozim. Ularning so'zlarini anglashi lozim. Mayli u xolisun xolibisun, mayli uningga egil kasun kamisun, mayli uni qabul qila olsin qilinmasin, uni cho'qim anglab itoat qilish lozim birodarlar. O'zining tarozisiga, o'zining jiniga, o'zining aqliga, o'zining fikriga uni sappaqmaslik lozim. Her bir adam her qanday ishini o'zining fikri tarozisiga sog'ila tursa, hech qanday bir ish vujudga chiqmaydi. Birlik o'tirg'i chiqmaydi. Mana Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu haqda men ra'a min amirihi shay'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyah va la yanza'anna yadan min ta'ah deb bizga bayon qiladi. Qanday bir kishi o'zining amiridan, yo'lboshchisidan, yetakchisidan bir ishni ko'rib qolsa, Allohga osiylik qilayotgan ishdan birini, xato ishdan birini ko'rib qolsa, shu kishining o'sha xatoligini yomon ko'rsin. Uningga o'lmasin. Ammo itoatdan qo'l tortmasin. Men bo'ysunmayman. Onun gapini anglamayman. O bizga yetakchilik qilish huquqi yo'q, salohiyati yo'q. O menda xatolashgan, yo menda xato qilgan, yo menda xato qiladigan odam ekan demasin deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni bayon qildi. O yetakchi qilgan shu xatolikni xassatan qabul qilmasligimiz lozim. Ammo umumiy yuzlik inkor qilmasligimiz, ayiblamaslik, uni rad qilmaslik, uningdan qo'lini tortmaslik lozim birodarlar. Qanday qilish? Yana umumiy jihatdagi birlikni, umumiy jihatdagi itoatni unga saqlab qolish lozim. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bunday deydi: "Iza kana al-imamu adilan falahu al-ajru va alayhi ash-shukru. Va iza kana ja'iran fa alayhi al-wizru va alayka as-sabru." Agar musulmonning yetakchisi, rahbari adil bo'lar ekan, to'g'ri bo'lar ekan, haqqoniy bo'ladi ekan, uning ajri bo'ladi. Sen shukr qil. Parvardigorim, bir haqiqatga agashgan, to'g'riga agashgan va to'g'ri ustida bo'lgan bir yetakchiga meni hamroh qilsa, shuning bir payda qilsa sen deb shukr qilgin. Agar u zolim bo'lib qolsa, xatolashib qolgan bo'lsa, gunohi o'zga. Sen sabr qilgin. Sen onundan qo'lingni tortma. Onun bilan munosabatingni uzma. Deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda bayon qildi. Chunki inson xatolashidi. İnson xatolashadiganlarning avlodi birodarlar.
Xatalaşmaydigan insan yok. Hazreti Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka her kim xatalaşıdı, ama onun xatalıqını anmaslık lazım, doğrusunu öyle lazım. Lekin bir tal xatalıqı bilen, ya bir neç tal xatalıqı bilen Müslümanların oturusdaki yetakçilik qilish huquqini rad qilmaslik lazım birodarlar. Abu Darda radhiyallohu anhu inna awwala nifaqil mar ta'natun ala imamihi. Bunu İmam-ül Bayhaqi rivoyat qilgan. İnsanda tunji shakllangan nifaq o'zining rahbarlariga ta'na qilish, keynidan g'ajash, aybini tepish, qusurini izlash, doim uningga xanjar pichoq selish, davomli uning kamchiliklari bilan qattiq zarba berish. Mana bu insonda shakllangan tunji nifoq deb Abu Darda radhiyallohu anhu bayon qilgan. Buni İmam-ül Bayhaqi rivoyat qilgan bu İmam Abu Darda radhiyallohu anhu'nun sözünü. Demek o sebeplik Müslümanlar çeçilse, Müslümanlar bölense, o sebeplik Müslümanlar bir yetakçisi kapkasa, bunun hatırı ne kadar ağır buradarlar. Şeyhülislam 60 sene min imamin cair eslahu min leyletin vahidetin bila sultan. Müslümanlar yetakçisiz başta kalan bir kişisi 60 yıl zalim bolsa mu, pasık bolsa mu, eski bolsa mu, ama birlikte saklap tuğan, Müslümanlarını bir arada tutup tuğan, birlikte saklap tuğan bir zalim Müslüman, bir zalim yetakçi yaxşı edip Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimullah bunu bayan kıldı buradarlar. Demek çeçiliş, bölünüş, Müslümanlar başsız kılış, hemmisi özüge baş bulunuş, bu en kattık musibet buradarlar. Bunun hatırı bek yedir. Akıbeti bek kattık. Şunun için biz mana yuqoridagidek tecrübelerge ega, fikri pishib yetilgan, necha yillik hayotini tekshirsangiz doim bir davoning keynidan ketayotgan. Ama atrofidagi kishilar uning ishonchi qilgan, ummat uning keynidan yig'ila oladigan mana bunday kishilar Müslümanlarga yetakchi bo'ladigan, Müslümanlarga yo'l ko'rsatgan kishilar birodarlar. Aziz Müslümanlar, bizning chechilganligimiz, bilinganligimiz, parchalanganligimiz bizlarning yo'q qilishimizdagi, tugishimizdagi, umidimizning uzilishidagi eng asosli omillar. Allohga shukr, Allah bizga mana bu her qaysimiz yaşagan her qaysi yerda Allah subhanahu ve taala pishqon, yetilgan, tecrübeli kishilar orqali Allah cemiyetlarni, cemaatlarni, shundoqla tashkilotlarni Allah bizga nisb qildi. Mana shularning ichidan biz xoliqimizga ergishib, jumladan ilm bilan, siyosiy jihatda haqiqiy pishqon, yetilganlar bilan atrofiga to'plashib, ularning keynidan minib, ularning yetakchiligida biz bu zulmdan, bu zillatdan, bu xorliqdan qutulmasak, aziz Müslümanlar, biz qutulolmaymiz. Çünkü Allah'ın dinini âli qilish, Müslümanlarni zulmdan qutuldirish, vatanni azod qilish, barcha kelgan bu aziyatlardan qutulish bu Müslümanlarning ustiga farz ayn masala. Bu farz ayn fakat birlik bilan, fakat cemaat bilan, fakat hamkorlik bilan, fakat mana shunday tashkilotlarning tashkillashi bilan bo'lar ekan, mana bularning keyniga atrofiga qo'shish ham Müslümanlarga farz bo'ladi birodarlar. Biz özümüzden imamlarını tunu olayla, özümüzden yetakçilerini tunu olayla, özümüzden rehberlerini tunu olayla ve onlara samimi sadıklıkımız olan erişelim buradarlar. Onların kemçiliklerini, hatalıklarını Allah subhanahu ve ta'ala'nın affı kılışını tileyle, Allah subhanahu ve ta'ala'nın devamlık mağfiret kılışını, hak ve doğru yolda menişini tileyle ve onların şunu Allah subhanahu ve ta'ala'nın nisip kılış, Allah subhanahu ve ta'ala'nın nisip kılışını arzuqlayla buradarlar. Ama onların kusur izlep,
ayıp izlep parçalanmayla, bölenmeyle, yetekçilerimizin keyninden ayrılmayla buraderler. Allah subhanahu wa ta'ala hemmimizni haq yolda qilsin. Allah hemmimizga to'g'ri yo'lga başlaydigan yetakchi liderlerimizning keynelerinden mağdiganlardan qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.